kishi eri passivroq bo'lsa, o'zini masturbatsiya qilib qondirishi, o'yinchoqlar bilan qondirishiga qanaqa fikrsiz? Endi bu yerda men har doim aytaman, seks igrushkalar, ya'ni seks o'yinchoqlarni ishlatish, o'zini qondirish, agar oilada muammo faqat seksda bo'ladigan bo'lsa, aytaylik faqat jinsiy aloqada. Kundalik hayotda yaxshi gaplashyapti, seks kelganda erkak va ayol munosabati zo'r, ular o'rtoq, hammasi yaxshi. Va bu faqat shunchaki qo'shimcha usul sifatida. Chunki aytayapman-ku, bu libido-da, bu xohish. Buni aybi yo'q. Mana shu faqat shunchaki o'sha xohishni qondirish usuli bo'ladigan bo'lsa va bu kelishuv asosida bo'ladigan bo'lsa, bu norma. Bunday oilalar sog'lom oila hisoblanadi. Bilasizmi? Bizlarning eshituvchilar hozir ular uchun bu voy deyishi mumkin, lekin bunday oilalar aslida juda ham ko'p. Va bu to'g'ri, chunki mana qarangda, munosabatini saqlash uchun shunchaki qanaqadir yo'lini topyapti-da ular. Agar erida aytaylik kasal erkaklar bor, yotib qoladi. Qandli diabet bor. Qandli diabetlar boshqa. Bunday ayol eriga tanqid qilmaydi-da. Shunchaki ular hattoki bilasizmi, menda shunaqa oilalar ham bo'lganki, erida erektil disfunksiyalar bor. Lekin ular bu narsani fojia qilib tashlashmagan. Yuziga ham solmagan? Yo'q, oddiy bor, muammo bor. Bu vaqtincha davolanyapti erkak, hammasi yaxshi, lekin mana shu o'yinchoqlar orqali hattoki ular mana shu o'zini jinsiy hayotiga o'yin sifatida shu usulni kiritib, elementda ham hazil-huzul qilib ham mana shunaqa bir-birini qoniqtirishgan. Tushunyapsizmi? Bu deganiki, kommunikatsiya, ishonch shu darajada balandki, ular buni fojia qilib ko'rsatmaydi-da.